Assalomu alaykum hurmatli Namangan Taxta bozor kanali a'zolari. Juda ham ko'p so'rov bo'lgan vagonka qildirib qo'ydim. Uzunligi 4 metrli, razmir yuzasi 802 qolgan. Qalinligi 1.7, 1.8 qolgan, uzunligi 4 metrli. Bir tarafi butoqs qilib ajratib o'shtirilgan. Xudo xolasa holati zo'r, ideal holatda. Sostiyanasini ko'rishingiz mumkin bemalol. Yo'llardan kirishlar ham tig'lar akkuratni qilib ochilgan. Bu taxtaning orqa tarafi. Yuzasi butoqsiz holatda. Mana kirish qismi ideal holatda. Narxi 43 ming so'mdan. 1 kvadratga 3 ta ketadi. Bemalol hisobidan chiqarishingiz mumkin. Uzunligi 4 metrli suxoy taxta. Butoqsiz qilib ajratilgan. Yuzasi 802, qalinligi 1.7, 1.8 qolgan. Uzunligi 4 metrli, 100% sasni suxoy taxta. Bemalol 90 222 44 77 raqamga murojaat qilib zakaz berishingiz mumkin. Taxtaning tagi qismlari ham zo'r holatda mana. 100% sasni.